Hammaga salom yaxshilar, kuningiz xayrli o'tsin. Bugun men barchaga birdek manzur bo'ladigan kam xarjgina pirog tayyorladim. Pirogimizga ketadigan masalliqlarimiz 2 dona tuxum, 1 piyola shakar, 1 piyola un, 1 piyola kefir yoki smetana, 3 osh qoshiq o'simlik yog'i, yarim choy qoshiq ichimlik sodasi solamiz. Ichimlik sodasiga 1 choy qoshiq uksus solib yuborsak, ta'mini va hidini kesadi. 2 dona tuxumimizni vizivatorda yaxshilab aralashtirib, 1 piyola shakar solib, uni ham erigunicha aralashtiramiz. So'ngra qolgan masalliqlarimizni birma-bir solib olamiz. Men kefir o'rniga smetanadan foydalandim. 1 piyola smetana, 1 piyola un va 3 osh qoshiq o'simlik yog'idan solib, gaz pechiga 150 gradusga 40 daqiqaga yuboramiz. Pirogimiz pishib chiqqandan so'ng men ustiga malinali jem surib oldim. Qarang qanaqa chiroyli bo'lib pishib chiqdi pirogimiz. Hozir buni kesib, ta'mini ham ko'ramiz. Aziz kuzatuvchilarimiz, sizlarga videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, video so'ngida obuna bo'lishni va like bosishni unutmang va kommentariyada ham izohlaringizni kutib qolamiz.